Sizni net nomerdan bezovta qilishyaptimi yoki sevgan qizingizni kimlar bilan gaplashganini bilmoqchimisiz? Unda bu videorolik siz uchun. Ucell kompaniyasi uchun net nomerni ochish uchun Ucell kompaniyasiga kirib olamiz. Ucell.uz saytiga kiramiz va birinchi ko'rsatilgan saytni ustiga bosamiz. Keyin shaxsiy kabinet joyini tanlaymiz va o'zimizning shaxsiy kabinetga kirib olamiz. Bu yerda SMS orqali ulash va parol orqali ulash bor. SMS orqali ulaganingizda bir martalik kirish kodi beriladi. Parol orqali kirishda esa muntazam ravishda doimiy SMSlarsiz kirish imkoniyati mavjud. Bu yerda o'zimiz kerakli bo'lgan raqamni tanlab olamiz va SMS kod olish joyiga bosiladi. Va biroz kutganimizdan so'ng bizga SMS xabar keladi. Agarda parol orqali kirishda tanlanganda ham xuddi shunaqa nomer tanlanadi va u yerda bir SMS kod kiritilgandan keyin doimiy parol kiritib o'tamiz va muntazam ravishda kirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Avtomatik ravishda shaxsiy kabinetga kirib olamiz. Bu yerda biz o'zimiz qachon telefonda gaplashgani, kimlar bilan gaplashgani, hattoki net nomerini ham shu yerda ochib ko'rsatadi. Faqatgina bizdan talab qilinadigan narsa bu net nomerini telefon qilgan paytida qo'ng'iroq ko'tarishimiz va eng kamida 3 soniya telefonni qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizga qo'ng'iroqlar tafsilotiga kirib olamiz va hattoki 1 yilgacha bo'lgan qo'ng'iroqlarni kimlar bilan gaplashgani, SMS hammasini ko'rsatib beradi. Bu yerda PDF xohlasangiz Excel ko'rinishida bosib, belgilangan muddatni belgilab olamiz va hisobot olishni tugmasini bosamiz. Xuddi shunday o'zimizga kerakli bo'lgan maydonni belgilab oldik va o'zimizga qulay bo'lgan PDF qilib hisobot olishni bosdik va biroz kutib turganimizdan keyin bizga shu yerda shu kirgan joyimizda o'zimizga ma'lumot keladi. Bu sizga ogohlantirish ham bermaydi, SMS ham nima qilmaydi. Xohlagan paytingizda kirib o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. Hattoki tekshirayotgan odamingiz sizni tekshirib turganingizni ham bilmaydi. Unga SMS ham, xabar ham bormaydi. Mana bu yerda necha marta yuborgan bo'lsak hammasini ko'rsatadi va yangilash bosib turamiz toki bizga ma'lumot kelgunicha. Bu bizdan biroz vaqt talab qiladi va yangilash bosib turilgan vaqtda bizga ma'lumotlar keladi va o'ng tarafdagi knopka bosilib yuklab olinadi. Bular avtomatik ravishda fayllarga tushadi va o'sha yerda ochib ko'rish imkoniyati bo'ladi. Mana bizda fayllarga tushgan, ochgan vaqtimizda kimlar bilan kiruvchi qo'ng'iroqmi, chiquvchi qo'ng'iroqmi hammasini ko'rsatadi. Hattoki SMSlar matnigacha va qachon internetni ochib yopganigacha ko'rsatiladi. Keyingi videolarimiz qaysi kompaniya bo'lishi haqida izohlarda yozib o'ting. Bizga obuna bo'lishni unutmang.